iloji bo'lsa yurgim kelmayapti. Bo'ldi, tushundim. Sekin boraveramiz. Birinchi o'rinda. Men hojat ko'rib. Bo'ldi. Paxot kezib olamiz orqangizdan yurishingiz. Ketmon sopini olib oldingizmi hazza qilib? Bo'ldi. Ketdik. Nimcha uzoq to'xtab oldinglar mashinani rovatdan? Sekin shu rovatga boraveramiz endi. Kirib joylashasiz, boshlaymiz ishimizni keyin. Necha yildan beri shunaqasiz? 10 yildan oshdi. 10 yildan oshdi. Xo'p. Oldi 1 kun 2 kun og'rib. Akamiz mana hijama ham qilgan bu yerda, to'xtab turing mana. Mana ko'rdingizmi, hijamani foydasi yo'q deb ko'p aytaman mana, tekshirib qo'ygan mana. Mana. Shuncha aytaman-da, hadab efirda, hijamani grijaga foydasi yo'q. To'g'rimi? YouTube'dan ko'rib siz. Bo'ldi. Skalyoz qiyshig'ilgan borda. Mashinaroqqa to'xtasa bo'lardi mashinani. Mayli, kiravering. Hali yosh. Ha, to'g'ri. Siz aniq qilmaysiz. Ha, yursin-da. Yursin. To'g'ri, u yog'i ham bor. Qiynalsin. Xo'p. Ha, yosh. Hozir 90 kirgan bo'lsa-ga, to'g'rimi? O'zi o yo'l bo'yiga to'xtatishim kerak ekan. Kirib ket bu yog'iga deb. Gazam ekonomiya bo'lasiz menga. Aka, kirib birinchi xonaga joylanaverasiz. Siz o'rningizga joylanaverasiz. Siz ketasiz bugun-a? Ha, nima edi siz yaqinroq tashqariga chiqqan birinchi xonadan deyman-da. Men shu yerdaman, ha. Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Men Muxtor Dilshod, umurtqa pog'ona kasalliklari mutaxassisi. Bugun bemorimiz bilan suhbatlashamiz. Bemorimizni ko'rsatuvimizni boshida biz ko'rsatgandek, birinchi kundagi holatimiz syomkasini ko'rsatganmiz. Hozir bugun 5-kungi holatini ko'rsatamiz va MRT xulosalarini men sizlarga tanishtiraman. Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring aka. Usmonov Nasibillo. Yaxshi. Sizdagi kasallik haqida, o'zingizdagi holat haqida va mengacha bo'lgan mengacha davolangani kelgunicha qanday lecheniyalar olgansiz? Shular haqida aytinglar. Hijama olganman, Anjanda fizika, ilmoterapiya olganman. Dori-darmonlar bilan bo'lgan hech nimasi bo'lmadi. Ukollar ham oldingiz. Og'riq qoldiruvchi. Og'riq qoldiruvchilar. Xo'p, demoqchimanki, bizning maqsadimiz o'zi aslida shu umurtqa pog'ona kasalligiga manual terapiyani targ'ib qilish, manual terapiyani tushuntirib berish mana. Bemorimizni umurtqa pog'onasida L4, L5, L5S1 umurtqasi grija va L3, L4 da protruziya kasalligi bor. Bu yerda mana men ko'rsatib beraman. Yaqinroq olib kelib mana. ML mana. L4, L5 umurtqa pog'onasini mana ko'rib turganingizdek mana nervga chiqib turibdi mana tegib. Va L5S1 da mana ko'rinib turibdi mana grijani qancha holatda nerv kanaliga tegib qo'yganman, ko'rasizlar mana. Bitta ikkita umurtqada grija bor, mana joyda protruziya kasalligi bor. Xo'p, aka siz qaysi holatda bergan og'riqlar sizga? Oldin belim o'zi orasida, keyin oyoq o'tdi. Oyoqlar og'rib, shu oldin 1 kun 2 kun orasida og'riq qoldiruvchi qo'ldorini olib, yaxshi bo'lib yuraverasidim. Og'riq qoldiruvchilar ta'sir qilardi. Ta'sir qilardi. Endi men belingizni hijama olgan joyda bitta ko'rsatib o'tib ketaman sizga. Keyin hijamaga ham borganman. Demoqchimanki, bu nimaga uchun ko'rsatyapmiz? Ko'pchilik aytadi-da, hijama bilan yaxshi bo'ladimi deb mana. Bu yerda hijamani uni ko'rsatyapman. Qaysi holatda bu chang'i qoladigan darajada. Hali lezvada kesib qilmagan bu narsani, boshqacha usulda kesib qilingan bu narsa. Demoqchimanki, hijamani umuman grijaga foydasi yo'q aka. Hattoki 1 litr qon olib borgan bilan ham yaxshi bo'lmaydi. Nima uchun? Bu yerda men mulyajim uzoqda ekan. Mana tushuntirib beraman-da. Qarang aka, mana bu holatda grijani qizarib chiqib turibdi mana bu. Nervga tegyapti-da. Bu yerda hijamada qon olgan chog'i bilan u ichiga kirib ketmaydi. Ichiga kirib ketmaydi. Bittasi mana siz boshingizdan o'tkazgan. Endi yana qanday turlardan foydalandingiz? Shu nimada bir больницада yotdim, mana shu fizioterapiya anaqa qilib nima qildi, u asorati bo'lmadi. Ta'siri bo'lmadi. Men meditsinani yomonlamayman, hech qanaqa e'tirozim yo'q, lekin aytib o'tib ketaman doim gaplarimda.
akalar, faqatgina meditsinal foydasi juda katta, grija kasalligiga emas. Bu hijama deganda belimizni, mana bu hijama haqida ko'p savol berasizlarda. Belimizni orqa tarafidan qon olingan paytda grija mana shunday holatda chiqib turadi. Bu ichkariga ta'siri yo'q bu narsani. Qachonki umurtqa pog'onasini tortib cho'zib ochamiz, manual terapiya qilib oralarini ochganimizda keyin ichkariga so'rilib kiradi bu narsa, grija chiqqan narsa. Ungachayin og'riq oldiruvchini yonboshingizdan olasizmi, asalariga chaqtirasizmi? Demoqchimanki, umurtqani ochmang uchun so'rilmaydi ichkariga bu narsa. Ana shunga o'xshab bemorimiz ham hijama olgan, boshqa narsa olgan. Endi to'g'ri, birinchidan bu Allohdan hamma narsa. Biz ham bu yerda sababini qilyapmiz. Lecheniyani biz yo'nalishimiz manual terapiya, ya'ni umurtqa pog'onasini qisilishini ochish degani. Ya'ni qisilishini ochib beramiz xolos. Grijani ichkariga kirib ketishligiga biz yordam beruvchimizda. Tushuntirib bera oldimmi? Endi manual terapiya nima degani men ko'p tushuntirib beraman. Mana bu narsani biz tushuntirib beramiz yana. Umurtqa pog'onasini orasidagi mana fibroza halqani orasidan chiqadi-da. Mana umurtqa pog'onani orasidagi mana zubnoy pasta. Fibroza halqa desak, mana barmog'im, ikkita barmog'im umurtqa pog'onasi. O'rtasida bu mana shu rezina bor-da. Endi grijani kelib chiqishi qanday bo'lyapti? Mana umurtqa pog'onamiz bo'lsa, xuddi bu orasidagi rezina fibroza halqani zubnoy pastaga o'xshatamiz. Doimiy aytaman. Mana yillar davomida mana bosim bo'ladi, o'tirasiz, mana shunday holatga chiqib keladi mana. Chiqib kelgandan keyin bu mana shunday nervga tegadi mana. Nervga tegib turaveradi bu. Chiqib kelgandan keyin mana nervga tegyapti. Manual terapiya deb mana barmog'im, bosh barmog'im, ikkinchi barmog'im, bu yerda ko'rsatkich barmog'im bilan bosh barmog'im umurtqa pog'onasi bo'lsa, o'rtasida bosim ezilyapti. Ezilgan sari chiqib kelyaptimi? Manual terapiya degan nima degani? Qisilishni ochish degani. Mana ochsak mana kirib ketyapti mana ichkariga. Xuddi shu jarayon bo'lyapti bu yerda. Bizning lecheniyamiz mana yillar davomida o'tirasiz, og'ir ko'tarasiz, bosim bo'ladi, shu mana shunday holatda chiqib nervga tegyapti. Endi biz manual terapiya degani mana bosimni umurtqalarni ko'tarish mana. Ko'tarsak so'rilib kirib ketadi bu. Vakuum tortib oladi. Shu bu yerda jarayon. Endi yana bemorimizni ko'rsatib beramiz. Biz maqsad xalqqa tushuntirib berish. Akalar, manual terapiya ko'rinishi shunaqa bo'ladi deb. Ko'pchilik massajmi deb o'ylaydi-da buni. Bismillahirrohmanirrohim. Yelkangiz orqaga tashlang. Qo'lqan, bo'shqamiz, yelkangiz orqaga. Yana bitta. Yaxshi, ancha ochilib o'tdi. Nari tomonga. Bugun 5-kun-a? 5-kun xudo xohlasa. Endi aka uyda borib rejam. Va rejam og'ir ko'tarmaslik, uzoq o'tirmaslik. Sababi bosim yana qayta bosiladi-da. Yaxshi, yana. Yaxshi ko'rsatyapti, qaraymiz. Qo'lini ber. Bo'shqamiz, menga beramiz. Bo'sh. Yana bitta. Bo'ldi, shunday yozib turamiz. Zo'r bo'ldi. Yana bitta. Bo'ldi aka. Necha foiz kelganingizdan beri 50% o'zgarish bo'ldimi? 70%. 70%, yaxshi. Endi bitta gapda 70% desak ham bo'laveradi, hiyla yurib. Hastada kelgansiz qo'l tutayapti, anaqada, ketmosopida. Ketmosopida. Demoqchimanki, aka, bu yerda bu holatga ishonib, ish qilishni, yurishni men tavsiya bermayman. Hozir mana bitta sizdan oldin bitta akamiz torttirib ketdi-yu, shu akamiz ham grijasi 7,5 edi. Ikkinchi etapga kelaman deb joy zaynat qilgani keldi. Qarang, yaxshi yuryapti. Uyda borib rejim qilib yotganda, yotgan. Demoqchiman, yotmasdan o'tirib, yana yursangiz, men boya zubnoy pasta ko'rsatdim, bosim yana chiqaveradi bu narsa. Biz ochib qo'ydik, ochgan holatida ichkarida qatish kerak ham. Fibroza halqa o'ziga kelish kerak. Xo'p, bizni maqsadimiz ko'rsatuvimizni boshida ko'rsatgandek bu akamiz kelgan holatini qo'yganmiz va manual terapiya bilan shu usulda davolaymiz. Sababi biz shu videoda shundaylar qo'yib bersak bo'laverardi. Qanaqa qilib davolading deydi-da ko'pchilik. Ana shuning uchun bu yerda umurtqa pog'onalarimizni vaspaleniya, shamollashni yo'qotamiz. Umurtqa pog'onamizni quvvatlantiramiz. Eng asosiy manual terapiya qilib bosimni ochamiz. Biz yo'nalishimiz.
Yaxshimi holat? Zo'r. Endi aka bitta turib yuramiz, bir poxod keza olaman men aka. Necha metr yura olyapsiz? Hozir uzoq 150 metrga doğru proba qildim hozir. 150 metrga proba qilib ko'rdingiz, a? Bir orqangizdan olib ko'raman aka. O koridor bu yoqdan bu yoqqa borib kelasiz. Yaxshi. Yaxshi? Zo'r. Oqsashami yo'q, qiyshiligami yo'q, zo'r. Kelaveramiz aka. Yaxshi. Yaxshi, bu yoqqa borib kelamiz. Yaxshi, zo'r aka. Endi aka qarang, mana shunchalik rezultat qilish ham oson emas-da. Endi men ham qo'limdan kelganini, o'qib o'rganganimni qilaman. Kimda qanchalik o'zgarish bo'ladi, menga ham qorong'ida. Endi bu yoq Allohdan. Allohdan. To'g'ri, biz ham bu ishni yaqinda boshlamaganmiz, anchadan beri qilamiz. U dadam ham 40 yil ishlagan bu sohada. Nima demoqchiman? Rejim mashq. Rejim mashq ham yarim davoda aka. Tushundingizmi? Ana shuning uchun rejim mashqni rivoya qilasiz aka. Shunchalik bo'lib qoldim deb mehnatga kirishib ketmang aka. Keyingi etapda yana bir ko'rishamiz. Birinchi kursda shuncha o'zgarish bo'ldi. Endi boshqalarda qanaqa bo'ladi bilmayman lekin. Misol kimdadir sekin, kimdadir tez bo'ladi-da. Yo'q, har banda beumid qaytmasin. Yaxshi aka, mashqlarni men tushuntirib qo'yaman, kanalimda bor. Xo'p, sog' bo'ling aka. Bo'lsa, xo'p.